Men seni tanlagan qaysidir ma'noda tanlagan yo'nalishing olib borib turgan umumiy hayot va ijodingdagi siyosatda ozgina nu tarafi bor, ya'ni fikrim boshqacha diyecekman, Timur. Qaysidir ma'noda. Mana yomon yo'la yoki bo'lmasa dushmaniy ma'noda yo'ymaysan, to'g'ri ma'noda nimaga deydigan bo'lsang yoki bo'lmasa savol berishing mumkin, o'ylanishing mumkin, qanaqa misol uchun nodab turibsiz, nimaga aynan urg'u berjaksiz, boshqa. Ya'ni seni teoriya bo'yicha soch qirqishlaring bo'lib olish, top zonaga bo'lib olish va kaza klassika zamonaviy uslubda o'ta ketgan zamonaviy uslubda endi sen ish olib turibsan-da, o'ta ketgan darajada degan narsalar. Chunki shu narsa qaysidir ma'noda xatomi ekan deyman. Mabodo tushunmagan bo'lsang, savolni boshqacha aytib berishing mumkin. Meni fikrim shunday. Qaysidir ma'noda seni tanlagan yo'ling sal tushunmayroq turibmanmi yoki xatoroqmi deb shunday fikrdaman, shunday o'ydaman. Bu endi masalan odamlarga o'rgatishdami yo aynan shu ish paytida olishdami demoqchimisiz endi? Yo'q, tushunmayapsan. Baribir atmosferasi boshqacha, baribir talabi boshqacha. O'rgatish ma'nosida shu misol uchun biz masterlari, boshlang'ich masterlari malakasini oshirish bo'lsin yoki bo'lsin o'sha boshlang'ich izlanaman, o'qiyman, o'rganaman, o'z ustimda ishlaman deydigan masterlara nisbatan yondashib turgan stilingni aytdim men. Menda shunday tushuncha bo'lgan, masalan qaysidir ma'noda qachondir boshlaganimda boshqacha Yevropa barbirlarini ko'rib, balki noto'g'ri, qaysidir ma'noda noto'g'ri, haqsiz, qaysidir ma'noda men haqman deb o'ylayman. Nimaga desangiz, hozir ikkita tarafda-da, masalan kimdir shu patokda ishlaydi pul uchun. Kimdir masalan razvitiya qilgisi keladi, masalan kim vystupayt qilib, qanaqadir festivallarda qatnashib, chiroyli strishkalar qilib. Meni yo'nalishim o'ylayman shunaqa odamlarga, kimdir razvitiya qilmoqchi bo'lsa, kimdir o'smoqchi bo'lsa, o'shunaqa odamlarga bo'lib olish texnikasi qiziq, kerak. Qaysidir ma'noda u patokda ishlamaydi. Masalan, chunki patokda buni bo'lib olib o'tirsangiz, tem bo'l O'zbekistonda bo'lib olib o'tirsangiz, tezroq vaqt yo'q deb yuboradi-da bir xilgilar. Qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'noda haqsiz aka. Qaysidir ma'noda men haqman deb o'ylayman.